Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Jet investitsiya loyihasida ro'yxatdan o'tish, aksiyalarni sotib olishni o'rganamiz do'stlar. Jet investitsiya loyihasi bu O'zbekistondagi fond birja bilan hamkorlikda yoki O'zbekiston fond birjasini osonroq loyihalashtirilgan versiyasi desak ham bo'ladi. Bu yerda juda ham ko'plab ajlar bor, ya'ni AJlar, aksiyadorlik jamiyatlari bor do'stlar. Ko'rib turganingizdek, mana bu narsa 1400% o'sib ketdi. Qazon qilyapsizlar. 73%gacha, 58, 35%gacha o'sishni qayd etgan. Bu narsa nimani hisobidan bo'ladi? Ya'ni aksiyasini olganlarga dividend bergan hisobidan o'sib ketadi. Yoki bir kompaniya bilan qo'shiladi, yoki qanaqadir o'ziga investitsiya jalb qiladi, shu hisobidan o'sadi. Bugungi videomizda shu qaysi platformalar kerak bo'ladi, qaysi hujjatlar telefonning o'zida onlayn brokerlik hisob raqami ochgan holatda investitsiya buni kirgizib o'zim sotib olib ham ko'rsatmoqchi edim, ammo bugun dam olish kuni, yakshanba kuni birjada savdo bo'lmaydi, ya'ni o'sha fond birja ish faoliyatiga qarab bu narsa ishlaydi va birja shanba va yakshanba kunlari ishlaydi. Hisobidan bugun ro'yxatdan o'tish haqida ma'lumot berib o'taman. Agar video foydali bo'lsa, keyinchalik kirgizish, sotib olish va chiqarish haqida ham ma'lumot berib o'taman. Xo'p, birinchi navbatda Play Marketga kirib olamiz va Multicard degan ilova bor. Endi boshqa ba'zi bir ilovalar ham bor, ammo Multicard собственный ilova hisoblanadi. Bunisi haqida Multicarddan so'ng gaplashamiz do'stlar. Bu ham bizga juda kerak narsa. Xo'p, Multicardni albatta Play Market yoki App Store'dan kirib bemalol yuklab olsak bo'ladi. Yuklab olganimizdan so'ng xo'p, telefon raqamimiz yordamida avtorizatsiyadan o'tishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun albatta xohlagan Beeline, Ucell, Telegram farqi yo'q. Telefon raqamini kirgizasizlar, kod keladi. Davom etishni bosasiz. Xo'p, keyinchalik brokerlik hisob raqamingizni mablag' bilan to'ldirish uchun ilovaga kartani qo'shishimiz kerak bo'ladi. Kartalar bo'limida yurib turibdi, aniq barabsan ko'rinadi. Bu yerda kartalaringizni qo'shib olasiz. Farqi yo'q. Uzcard, Humo, Visa Humo, Vizani o'zi ham bo'lsa kerak, uni aniq bilmadim. Uzcard, Humo bemalol xoh onlayn, xoh o'zi bo'lib farqi yo'q. Bankning ham farqi yo'q. Kirgizasizlar. Karta nomi Uzcard yoki Humo. Keyingisi karta raqami va o'sha muddat. Keyin bosh sahifada investitsiyalar bo'limiga bosing. Investitsiya bo'limiga bosamiz. Mana bu yerda o'sha hammasi qolgan o'sha boshdagi ilmiy amallarni qilganimizdan so'ng hop o'rtada investitsiya bo'limi. Xo'p, mana shu bosh ekran bo'ladigan bo'lsa, mana bu o'rtada investitsiya degan bo'lim turibdi. Mana shu yerdan biz brokerlik hisob raqami ochish uchun ariza beramiz va shu yerdan keyinchalik o'sha sotib oladigan joyimizga kirib chiqamiz. Xuddi mana shu yerdan, keyinchalik ham shu yerdan kiramiz. Xo'p, menga ochilganligi sababli avtomatik menga kiradi. Sizlarda o'sha ochish chiqadi. Hozir men ko'rsatib beraman. Buni ochishdan avval yana bir qiladigan ishimiz bor. Men hozir ko'rsatib beraman. Xo'p, mana bu joyni bosgan taqdiringizda identifikatsiyalangan degan yozuv turibdi. Menlar ko'rib turganlaringizda shuni bossangizlar, identifikatsiya qilish degan yozuv chiqadi sizlarda. O'zlaringizni identifikatsiya qilib olishlaringiz kerak avval. Xo'p, identifikatsiya qilib olasiz. Identifikatsiya qilib olganingizdan so'ng, приложение qilib olgandan so'ng, brokerlik hisob raqami ochish degan yozuvni bosasiz. U yerdan ham ma'lum bir o'sha pasport danalarini kirgizasiz, seriya va raqami. Va tug'ilgan kun, oy, sanani kirgizasizlar. Bu yerdan ham bir identifikatsiyadan o'tib olasiz. Ya'ni Multicard bu to'lov o'sha bepul g'azna klik paymentga o'xshagan bir приложение hisoblanadi. Ilova Jet bu investitsion loyiha. O'shani ichidagi bir boshqa bir bo'lim, boshqa bir tashkilot shunga o'xshagan loyiha desak ham bo'ladi. Xo'p, pasport hammasini kiritganingizdan
o'zi avtomatik chiqib keladi. Mana aytaylik, mana bu yerda ism familiyangiz chiqadi, seriya raqami, berilgan sanasi va doimiy nomingiz chiqadi. Mana bu yerda elektron pochta kirgizishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu nima? Gmail. Bu hamma telefonda bor, hamma telefonda bor. Bemalol Gmail'dagi ilovaga ko'rishingiz mumkin. Google'dan ko'rsangiz bo'ladi. Elektron pochta manzilingizni ko'rsatib va broker hisobnomasini onlayn ochish xizmatiga to'lov qilish uchun kartani tanlang deydi. Ya'ni brokerlik hisob raqamini ochish pullik hisoblanadi. Investitsiya vositachisining xizmat ko'rsatish shartnomasi va servisdan foydalanish shartlaridan tanishing va shartlarga rozi bo'lsangiz kontaktlarni belgilab rozilikni tasdiqlang. Xo'p, keyinchalik Gmailni kirgizayotgan paytingizda mana aytaman, Gmail uni kirgizdingiz. Sizdan hozirda mana bu 5000 so'm emas do'stlar, 12000 so'm bo'lgan. 12000 so'mni tejab qo'ymoqchi bo'lsangiz, 12000 so'm hammasini tejab qo'ya olmaymiz. 5000 so'm tejab qo'yish uchun promo kod kirgizish kerak bo'ladi. Buning uchun mana bu yerda menda promo kod bor degan yozib turibdi. Mana shuni oldinga surasiz. Surganingizdan so'ng mana shu yerda где-то promo kod kiritish uchun okno ochiladi. Okno ochilgandan so'ng aytaylik, promo kod Usmonov promo kodi bor. Mana yokida daromad. Shu ikkita promo koddan xohlaganingizni kiritasiz va 5000 so'm tejab qolasiz. 12000 so'mdan 5000 so'm minus bo'ladi. 7000 so'm to'lov qilishingiz kerak bo'ladi. Shu ulagan kartangizdan boshqa ulashingiz kerak edi. Uni aytib o'tganman. Aytaylik, nechta karta ulagan bo'lsangiz, kelib chiqadi, xohlagan puli borini tanlaysiz. Kartangizdan 12000 so'm emas, promo kod kirgizgan taqdiringizdan 7000 so'm to'lov ushlab qoladi. Keyin mana bu yerda mana bularni ikkovini ham pichitga qilasiz. Ya'ni o'sha shartlarni o'qib chiqasiz. Mana bu alohida rangli belgisini ishlab olsangiz, o'zi avtomatik PDF ga o'tkazib yuboradi. O'sha yerdan bemalol nima, qanaqa, nimalar ligi haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Ya'ni bu yerda biz Alkens Rich degan MCG ning xizmat ko'rsatish nimasiga rozilik bildiramiz va JETni o'zini vaqtda foydalanish shartlariga rozilik bildirgan bo'lamiz. JET bu investitsion loyiha, Alkens Rich esa bu broker. JET o'sha Alkens Rich degan broker bilan hamkorlikda ishlaydi. Ko'pincha вечный degan bo'ladi. Boshqa brokerlar ham bor, ammo aynan islomning shu bilan faoliyat boradi. Har doim shu birinchi navbatda sizlarda brokerlik hisoblari ham shu bo'yicha ochiladi. Xo'p, do'stlar, bu yerda tushunib sizdan qolmadi. Gmailni kirgizdingizlar. Gmailni o'z ko'rsatib ham beraman. Mana bu ilova do'stlar. Gmail. Shuni ichiga kirsangizlar, o'ng qo'lda yuqorida bir yozuv bor, B yo harf qo'shing. Yozishda to'liq Gmailingizni ko'rsatib turadi do'stlar. Xo'p, Gmailni birinchi navbatda yozib olasiz bu yerga. Yozib olganingizdan so'ng sizdan 12000 so'm to'lov talab qilinadi. 12000 so'mdan 5000 so'm tejab qolish uchun mana shuni bu yoqqa surasizlar. Surganingizdan so'ng bu yerda promo kod uchun okno yozuv ochiladi. Shu ustiga bosib turib Usmonov degan promo kodni yoki daromad degan promo kod, ikkalasidan biri aniq ishlaydi do'stlar. Shu ikkita promo koddan birini kiritib kartani tanlaysizlar. Qolgan 7000 so'm sizlarda qaysi kartangizda yechib oladi. Yechib olish uchun boshqa kartani tanlashni yozyapti. Kimdadir bitta, kimdadir ikkita, kimdadir 10 ta kartalar mavjud. Bemalol xohlaganingizni tanlab o'sha puli borini tanlaysiz va bu yerda ikkoviga ham pichitga bildirasiz. Xizmat shartlariga rozilik bildirasiz va davom etishni bosasiz. Avtomatik sizga telefon raqamingizga kod keladi. Ya'ni shu ma'lum bir kartadan 7000 so'm to'lov qilish va shu nimadan o'tish uchun kod keladi. Kodni kiritasiz va tamom, u sizga ariza yaratib mana davom etish tugmasini bosganingizdan so'ng kod keladi. Kodni kiritganingizdan so'ng mana bu yerda sizning so'rovingizni ko'rib chiqish jarayonida biz sizning hisob raqamingizni faollashtirganda xabardor qilamiz. Ya'ni bu biroz vaqt oladi. Ya'ni aytaylik,
Toshkent birja ish kuni bo'yicha hisoblanadi bu narsa. Aytib o'tganimdek, Toshkent fond birja ish kuni dushanbadan jumagacha mana shu hafta kunlarida ertalab adashmasam 10 dan 5 gacha ana shu orada qilgan bo'lsangizlar buni yarim soatda sirasi sizlarga brokerlik hisob raqami ochiladi. Shanba kuni ishlamaydi. Yakshanba kuni ham shanba va yakshanba kunlari birja ishlamaydi. Shuning uchun boshqa broker ham ishlamaydi. Bu narsangizda уже agar shanba kuni zaifga tashlagan bo'lsangiz, shanba, yakshanbadan va dushanba kuni soat 10 dan ish faoliyatini boshlasa, endi o'sha ko'pchilik agar shunaqa zaifga tashlagan bo'lsa, yarim soat, 1 soatda o'sha sirasi sizga ham SMS xabarnoma keladi, ham shu приложениyaning o'zidan mana tepadan keladigan SMS keladi. Sizga brokerlik hisob raqami ochildi deb. Keyin o'sha yo'nalish bo'yicha o'tadi. Investitsiya bo'limiga kirasiz, ochish deganni ustiga bossangiz, o'zi avtomatik ochish ustiga bir marta bosadigan bo'lsangiz, avtomatik kirib ketadi. Mana xuddi mana shu oknoga kiradi sizlarda ham. Ochilgan taqdirda. Hozirda mana 0 sent turibdi. Yani buni hisobni balans degan joyga bosadigan bo'lsak, to'ldirish degan bo'limiz bor. Oynamiz bor, mana bu to'ldirish, chiqarish, xarid qilish uchun bor pul, balansni yangilash degan yozuv bor. Xo'p, endi bu yerda pul kirgizish ham где-то yarim soatga bo'lmaydi, 10 daqiqa atrofida vaqt oladi. Zaявка berasiz, u mana bunaqa shaklda bo'ladi. Ya'ni birinchi ariza yaratiladi. Hammasi oq rangda bo'ladi, keyinchalik yashil bo'ladi. Birinchi ariza yaratiladi, mablag'lar kartadan yechiladi. Ya'ni siz pul kirgizmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, o'sha siz qaysi kartadan yechmoqchi bo'lsangiz, o'sha yerda ko'rinadi. Ko'rsatadi qaysi kartadan yechishni. O'shandan karta yechiladi sizning hisobingizdan va brokerlik hisob raqamiga borib tushadi. Ular brokerlik hisobiga kelib jo'natiladi, keyin kelib tushadi, keyin brokerlik hisob raqami to'ldiriladi. Ya'ni sizda hisob raqamingiz to'ldiriladi. Shunaqa bir 10 daqiqa, 15 daqiqa vaqt oladi. Dur cho'zish yarim soatdan ko'pincha bo'lmaydi. Endi bu ham xuddi shunday. O'sha dushanbadan to juma kuniga qadar bu pul kirgizish bo'ladi. Shanba va yakshanba dam olish, shu uchun bu birja ishlamaydi, brokerlik ishlamaydi shu hisobdan. Agar shanba kuni tashlaydigan bo'lsangiz, shanba, yakshanba kutasiz, dushanba kuni soat 10 dan keyin ish boshlasa, o'sha 11 ga qarab tushishi kerak bo'ladi. Hisobga olasizlar. Xo'p, chiqarishda ham ma'lum bir o'zimizlar. Xo'p, chiqarishda ham mana ariza yaratildi, birinchi albatta ariza yaratiladi, broker hisob, ariza broker tomonidan chiqiladi, mablag' broker hisob raqamidan yechiladi, ya'ni hisob raqamidan ketadi. Kartaga chiqarish uchun bank to'lovi amalga oshiriladi, mablag' kartaga tushadi do'stlar. Bu ham 10 daqiqa, uzog'i yarim soat vaqt oladi do'stlar. Buning uchun yana bir tomoni bor, buni ham aytib o'tishim kerak. Xo'p, pul kelib tushdan mana bu yerda fonni ko'rinadi. Sraz chiqarib olsangiz bo'ladi. Agar o'sha mana bu yoqda o'tgan bo'lsa, mana bu yerda ko'rinmayapti, aytaylik. Bunda 100 ming pul bor, chiqarib olmoqchisiz, lekin mana bunda ko'rinmayapti. Chiqarib ola olmaysiz. 2 kun kutasizlar. Mana bu yoqdagi pul, mana bu yoqda ham ko'rinadi. Mana shu joyga ham ko'ringandan keyingina chiqarib olsangiz bo'ladi. Mana shunaqa joylar bor. 2 kun. 2 ish kuni o'tish shart deyilganda birga do'stlar. Xo'p, mana bunda o'sha ikkalasidan ko'rinsa, bemalol chiqarib olsangiz bo'ladi. Agarda mana bunda ko'rinsa-yu, mana buni ustida ko'rinmasa, o'sha chiqarib ola olmaysiz. Mana shunda ko'rinsa, bemalol chiqarib olsangiz bo'ladi. Chiqarish to'g'risi. Bozorda hisobida turgan pul bo'lsa, uni chiqarib ola olmaysiz. U bilan savdo qilsangiz bo'ladi. Undan chiqarib olish uchun 2 ish kuni kutish talab etiladi. Shuning uchun bir foydali taraflari bor. Xo'p, mana shunaqa do'stlar. Boshqa rasmiy joylari yo'q. Sotib olishdan ko'rib o'tamiz hozir. Hozirda meni portfelimda yo'q, mana shu ko'rganlaringiz bozor bo'limida
o'tamiz. Bozor bo'limiga o'tadigan bu yerda birinchi navbatda Zartor Elevator degan AJ turibdi, ya'ni aksiyadorlik jamiyati. Andijon yog'moy AJ, Andijon biokimyo zavodi, Buxoro neft gaz. Xo'p, aytaylik Buxoro neft gazga kiradigan bo'lsak, bu yerda o'zi ikki xil aksiya borda, xullas. Mana bu foizcha ko'rsatib qo'ygan, bu imtiyozli aksiya, foizchasiz mablag'ga ko'rsatgani bu oddiy aksiya hisoblanadi. Agar shar'iy tarafdan qaraydigan bo'lsak, imtiyozli aksiya joiz emas. Sababini aytib o'taman. Oddiy aksiyada o'sha tashkilot, ya'ni tashkilot foyda olgan taqdirda, aytaylik 1 milliard foyda ko'rdi. Qanchadir aksiya bor. O'sha foydani ma'lum bir o'zini yo'nalishlariga tarqatadi. Tarqatgan qolganini oddiy aksiyalarga bo'lib beradi. O'zini tashkilotga kerakli joylarga sarflaydi deb, foydani qolganini o'sha o'zini raislik kengashi bor, o'sha narsa tasdiqlaydi, ma'lum bir qismini shu tashkilot o'zini rivojlantirishga sarflaymiz degan ovoz berish yo'li bilan hal qilinadi. Ko'pincha yokida polni o'sha foydani deydi aksiyadorlarga bo'lamiz. O'sha narsaga qarab oddiy aksiyaga pul ajraladi. Agarda foyda bo'lmasa, oddiy aksiya dividend ololmaydi. Dividend degan narsani ololmaydi. Imtiyozli aksiya esa bu majburiy narsa hisoblanadi. O'sha foyda olsa olmasa kompaniya o'sha aksiyaga ma'lum bir o'zini miqdorda dividend to'lashi shart. Shu tarafdan endi imtiyozli aksiya o'sha shar'iy tarafdan qaraydigan bo'lsak, bu joiz emas. Keyin yana bir joiz bo'lmagan joylari bor do'stlar. Bu yerda banklarning ham aksiyalari mavjud. Endi bankning aksiyasi bu umuman joiz emas, sababi ular ozroq ribo bo'yicha ilm amal qiladi. Endi ribo joiz emas. Ya'ni qo'yilgan tushunilgan hatto joylar bor. Banklarning aksiyasi ham joiz emas shar'iy tarafdan. Qolgan mana Samarqand paxta to'zalari, sanoat, Gul Reference, Toshkent don mahsulotlari, neft gaz ishlab chiqarish, shunga o'xshagan Farhod dehqon bozori, Buxoro neft gaz, shunga o'xshagan boshqa tashkilotlarniki joiz. O'zbek ko'mir, mana O'zbek temir yo'lovchi, don mahsulotlari, Navoiy savdo kompleks, shunga boshqa ishlab chiqarish tashkilotlarniki oddiy aksiyasi joiz. Shar'iy tarafdan agar qaraladigan bo'lsa, banklarniki aniq nojoiz, xoh oddiy bo'lsin, xoh imtiyozli bo'lsin, ikkalasi ham nojoiz. Boshqalarniki tashkilotlarning ishlab chiqarish sohalarida tashkilotlarnikini faqat imtiyozli aksiyasi nojoiz hisoblanadi. Ammo ular ko'pincha daromad oladi. Bo'lmay foyda ololmay qolgan taqdirda o'zini o'sha zavodni tashkilotni qayerdandir bir tortib imtiyozli aksiyaga pul to'lash kerak. Shu tarafdan ozgina xato bo'ladi. Xo'p, mana do'stlar, ro'yxatdan o'tish boshqa hammasini ko'rib oldik. Aytaylik, yana endi bu yerdan bir ishlab chiqarish degan joydan ishlab chiqarishdan nima bo'ldi? Mayli, aytaylik, Buxoro neft gaz. Bu yerdan analitika bo'limi bor. Analitika bo'limi ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ticker BNGA emitted kodi bor. To'g'ri oddiy aksiya emitted Buxoro neft gaz. To'liq nomi Buxoro neft gaz avtonaql aksiyadorlik jamiyati ekan. Kategoriya energetik. Listing sanasi 2021-yil may oyining 28-sanasida bu aksiya tashkillashtirilganmi, ishlab chiqarilgan. Investitsiya qilingan, ya'ni ishlab chiqarilgan aksiyalar soni, ishlab chiqarilgan tashkil qilingan aksiyasining soni 1,626,156 ekan. Nominal narx, ya'ni shu birinchi ishlab chiqarilgan narx 2,5 ming so'm
bo'lgan ekan. Hozirda 8000 so'm tashkil qilmoqda. Bu 5-da bo'ladi. Stakan hozirda bu stakanda narxlar bo'ladi. O'sha mijozlar aytadi, o'sha bizga o'xshagan investorlar qanchadan sotib olmoqchiligi, tepada bo'ladi sotib olmoqchiligi, pastaklari mana bularni sotmoqchiligi bo'ladi. Narxni o'zingiz belgilashingiz mumkin yokida bozor narxi degan joy bor. Bozor narxida sotishingiz mumkin. Yokida sotib olishingiz mumkin bozor narxida. Lekin o'zingiz narx belgilab sotib olishni tavsiya beraman. Bular haqida ham keyinchalik agar video qiziq bo'lsa, kommentda yozib qoldiring. To'liq yana bir video bo'ladi albatta. O'sha yerda ishini bo'yicha kirgizib sotib olaman va sotishni ham ko'rsataman va pul chiqarib ham ko'rsataman. Xo'p, mana shunaqa joylari bor. Aytib o'tganimdek, mana oddiy aksiya degan yozuv chiqib ko'rdingizlar. Buxoro gaz avtomobillar. Mana bunisi imtiyozli. Buni ham ko'rsatib o'tishim mumkin. Andijon Yo'lmoq ichiga kiramiz. Analitika bo'limiga kiramiz. Bu yerdan imtiyozli aksiya. Bu joiz emas. Shar'iy taraf. Xo'p, dividendlar bo'limiga kiramiz. Bu yerda biz ko'rishimiz uchun obuna talab qilinadi platformamizdan. O'zini bir 3 xil nimasi bor. Shulardan agarda sotib olsangizlar, 1 oylik yoki shunga o'xshagan tariflar bor o'zini. Dividendlar to'laganligi haqidagi ma'lumotlarni ko'rib o'tsangizlar bo'ladi. Hozirda menda u narsa ochilmagan narsalar. O'shani sotib olish kerak. Qancha Hop, obligatsiya degan bo'lim bor. Obligatsiyalar bo'limimizni ko'rib o'tishimiz mumkin. Biznes, finans, agent, imkon finans, agent, biznes finans, kontrakt, finans, imkon finans, yana agent bo'lgan o'z bank, kapital bank, hamkor bank, biznes kombinati ham bor ekan. 5 million so'm ekan. Kapital bank, BC bank, fond daromadi yillik 24%. 24%. Deltaniga 26%. To'g'ri berilgan. Mana bu yerda yozib kelyapti 28%, 29%, 28%. Va investitsiya qilishiga qarab mana aytaylik, 100 so'm investitsiya qilasiz yoki shuni sotib olasiz, 28% yillik sizga daromad olib keladi bu obligatsiya. Bu 29% va kattaroq mana miqdorda. Bular ko'psi bankga o'xshayapti-da, bu bank xato do'stlar. Bu yerdan bitta ana shu Uzmet kombinat bu foiz ko'rsatmagan, lekin 5 millionga sotib olsangizlar bu obligatsiyasini, bu sizlarga o'sha foydadan daromad olib keladi. Foydadan daromad olib keladi просто. Aniqroq ma'lumot berilmagan. TBC bankni obligatsiyasi bor ekan, 1000 so'mdan bo'lsa, analitika bo'limiga 128 million deymiz. 128 million. Endi buni 1000 so'mdan deb aytsak, normalniy pul. Bankni joizmas. Bu yerda bitta mana shu Uzmet kombinat bor. Qolgani bank, shunga o'xshagan bir finans deb Xo'p, keyin bu yerda tanlanganlar bor. Buni o'zingiz tanlab qo'yasiz. O'sha aksiyalar bo'limiga o'tsangiz aytalik. Qora nimalikdan bosasiz. Mana bu o'ng qo'lning yuqorisi yulduzcha bor. Shuni ustiga bir marta bosib yashil bo'ladi va tanlanganlar bo'limiga o'tsangiz avtomatik sirasi chiqib turadi. Mana shunaqa joylari bor do'stlar. Endi keyingi ilovaga o'tamiz. Mana bu bizga kerakli bo'lgan ikkinchi ilovamiz do'stlar. Aksiyani sotib olgandan so'ng
oldinlari dividend olish uchun o'sha o'zini vaqt soati kelardi. Yilida ba'zilarida 1 marta yoki ba'zilar 2 marta, 4 martagacha dividend beradigan sharoitlari bor. Oldin o'sha ajni o'zini jimaylab topib, unga ariza yozish kerak edi. Men falonchajon shu aksiyalar, shu aksiyalarni, dividendlarni shu kartamga tashlashlaringizni so'rab qolamiz degan bir arizalar bilan chiqish kerak edi. Ana endi bu narsa osonlashdi. Ya'ni O'zbekistonda mana shunaqa приложение yaratildi. CSD degan ilova yaratildi. Shuning ichiga hozir kirib sizlarga ma'lumot berib o'taman. Xo'p, bu ilova bizga o'sha bor broker hisob raqamlarimizni ko'rsatadi. Menda bitta bor ekan. Va shu hisob raqamlarimizdagi aksiyalar o'sha dividend bergan vaqtda avtomatik bizni o'zimizni mana shu hisob raqami ochiladi bu yerda. O'sha avtomatik dividend to'lagan taqdirda o'sha tashkilotlar bizga mana shu hisobimizga kelib tushadi. Men yaqinda buni ochdim o'zi. Hali aksiyalarni ham sotib olishni boshlagan, xudo xolasa o'zimizga investitsiya qilib boraverishim kerak. Juda foydali bo'ladi. O'zbekiston rivojlanib borayotgan bir davlat sifatida ko'radigan bo'lsak, tashkilot, kompaniyalar yaqin kelajakda zo'r bo'lib ketishi kerak. Sababi talab ko'p, iste'molchilar ko'payyapti. Xo'p, bu yerdan qiladigan ishimiz o'sha o'zimiz pasport nimalari orqali kiritamiz, telefon raqamini kiritamiz boshida. Play Marketda yoki o'sha App Storedan yuklab olishimiz mumkin bo'ladi. Uz CSD degan ko'rib yuklab olamiz, telefon raqami orqali ro'yxatdan yuklab olamiz va bu yerda ham xuddi o'sha broker hisob raqami ochishga o'xshagan narsa bo'ladi. O'sha narsani ochib olsak, xuddi shunday okno bo'ladi. Bu yerda mana tushumlar, chiqimlar degan bo'lim bor. Ya'ni pul kelib tushadi va pulni chiqarib olsangiz bo'ladi. Chiqarish degani bir marta bo'lsa, siz kartangizni tanlaysiz, o'sha kartangizga sirasiz tushirib beradi. Bu muammo emas. Prosta o'sha aksiyalarni sotib oling va kutishingiz kerak bo'ladi. Bu ilovani yaxshi tarafi shu, endi qulay bo'ldi. O'zbekiston fuqarolari uchun mana juda qulay bo'ldi. Oldin qiyin edi, o'sha aytib o'tgan aksiyalarni ushlab turasiz. O'sha dividend paytini o'tkazib yuborsangiz, ya'ni ariza yozish o'zini vaqti bor, chegaralangan vaqti bor. Mana shu narsani o'tkazib yuborsangiz, o'sha ketdi, u dividend kuydi. Plon ushlagan hisobda. Mana endi u darajada. Mana shu ilova yaratildi. Bu ilovani o'zi o'rtada turib beradi. Ma'lum bir foiz oladi, omad bilmadim-ku. Shu o'rtada o'zi avtomatik dividend kelib tushaveradi ma'lum miqdorda. Bu yerda qancha kelib tushgani, qaysi tashkilotdan kelib tushganligini ko'rsatadi o'zi. Endi nima qilish kerak? Endi tezroq kirish kerak O'zbekiston birjasiga. O'zingizga ozginadan bo'lsa ham kuniga 10 ming so'mdan kim uchundir 10 ming so'm, 10 ta sigaretni puli, kim uchundir bitta fleshni puli, bitta garillarni yo boshqa bir nimani puli desa 10 ming so'mda tashlab boraversangiz ham lekin kuniga degani har kun tashlab borolmaysiz. Shuni hisobga olib 7 kun bo'lsa 5 kunga o'zi pul tashlashingiz kerak. 10 ming so'mdan qaysi kun 2 kun 20 ming tashlab boraversizlar, u sizlarga o'zlaringiz uchun kelajakda investitsiya bo'lib boraveradi. 20 yoshdan 18 yoshdan o'sha pasport qo'lingizdanmi, 18 dan ochdingizlarmi, bu ishlarni boshlash kerak. Qayerdandir mana bir daromad keladi va shu narsani yevorsangiz ham ketadi. Lekin mana bunga investitsiya qilib boraversangiz, o'zlaringizga keyinchalik ham daromad manbai to'planib boraveradi. Uylanish, mashina olish kerak, yashash kerak, yaxshi yashash kerak, uy olish kerak, boshqa bir ishlarda bu narsa sizlarga ko'makchi bo'ladi. Olib qo'yaversangizlar, o'sha kelajakda ham o'sha dividendlar to'lab boraveradi. Bu narsani ko'paytirib boraverasiz, dividendni o'ziga o'sha karta chiqarib olib turgan aksiya sotib olib o'rsangizlar, sizlar uchun manfaatli bo'ladi. Kelajakda olib narsalar o'zini ham ilmamali chiqadi. Cherak aksiya, dividendni aksiya sotib olishdan hozircha bizda unaqa narsalar yo'q ekan. Mana shunaqangi ilmlar qilish kerak do'stlar, o'sha foydalanish kerak bunaqa imkoniyatlardan. Oyligining ishlasangiz ham oylik olasizlar, o'tib ketadi. Xarajat hozir katta bo'lavergan narsa, xarajatdan normallik ko'payadi.
yechish, oila qursangizlar уже Alloh barakasini beradi. Lekin bu narsa sizlarga katta yordam beradi kelajakda. Xo'p do'stlar, hozircha shu video foydali bo'lgan bo'lsa albatta like bosib qo'llab-quvvatlab qo'yamiz. Videomni ko'proq odam ko'rishi uchun qo'llab-quvvatlaymiz. Kanalni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta podpiska bosamiz. Kommentda savollar, fikrlar, bundan keyingi videoni albatta chiqaraymiz. Sotib olish, pul kirgizish, sotib olish, sotish, pul chiqarishlar haqida video tayyorlayman. Do'stlar, shu haqda o'z fikrlaringizni qoldirishingiz mumkin. Barcha ma'lumot pastda to'liq berildi bemalol. Bu ma'lumotlardan foydalaninglar. YouTube'da ham ko'plab foydali ma'lumotlar bor, boshqa ma'lumotlar. Endi bunisi ham ancha to'laqonli video bo'ldi. Ko'pchilik bu videoni o'ziga samarali narsani oldi. Agar to'liq ko'rgan bo'lsa, 30 daqiqa ko'rganlaringiz uchun rozi bo'linglar. Bekordan bekorga bu vaqtlarni ketmadi. Bu sizlarga bir katta natijalarga erishishingiz uchun ham mo'jiza turtki bo'ladi. Hammaga rahmat do'stlar. Do'stlar, sizlarga Telegram kanalimni ham pastga qo'yib qo'yaman. Bu yerda ham foydali ma'lumotlar beriladi. Havolasini video opsiyasi va kommentariyada qoldiraman. Bemalol qo'shilib olishingiz mumkin. Xo'p do'stlar, kanalimizga, Telegram kanalimizga ham qo'shilib qolinglar. Bundan keyingi foydali videolar chiqishi uchun, bundan keyingi o'sha ikkinchi qismi chiqishi uchun albatta agar kimda qancha biladigan bo'lsa, farqi yo'qda qo'shishni so'rab qolgan bo'lardim. Internet kommunikatsiya boshqalar uchun avvalambor moliyaviy qiyinchiliklar mavjud. Kanallarimizni qo'llab-quvvatlash orqali videolar chiqishiga o'z hissangizni qo'shishingiz mumkin do'stlar. Keyingi videolarda kim talab qilgan bo'lsa albatta Telegram kanalimizda linkcha qoldiriladi. Shu narsa tashkillashtirilyapti. Videolar uzoqlashib ketyapti ma'lum sababli kommunikatsiya sabab 98 olmuş 31 35 01 49 42 59 76 do'stlar. Kanalimiz qo'llab-quvvatlab ixtiyoriy 1000 so'm xohlagan miqdoringizni kiritib donat qilishingiz mumkin. Adminga yozib qo'yasiz va keyingi videolarda sizni ismingiz aytib o'tiladi do'stlar. Xo'p, karta raqami shu va u B deb chiqadi. U B deb. 98 olmuş 31 35 01 49 42 59 76 u B deb. Istagan o'zingizga qiyin bo'lmagan neboy summani 1000 so'mdan xohlagansiz tashlashingiz mumkin. Keyingi videolarda ismingiz olinib, albatta rahmat aytiladi. Hammaga rahmat. Keyingi videolarga qadar uchrashguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'linglar. Bundan da foydali kontentlarni ko'ring.